Sanatoriyamizda o'zimizni yetishtirilgan bu gullar. Bizani o'zimizning sanatoriyani shu issiqxonasi bor. Barcha mana shu gullarning urug'idan o'zimiz yetishtirdik. Mana bu yerda gullar, bularni ham o'zimiz payvandlaganmiz. O'zimizning ishchi xodimlar shu ishlarni amalga oshirilgan. Bu o'tgan yili kuzda boshlangan narsa mana ochilib chiroyli bo'lib turishibdi. Bu yerda yana boshqa gullar bor. Mana shu barcha ko'rsatilayotgan gullar o'zimizda tayinlangan. Mana patolog, mana bu yerda mana itog'iz deymiz, lavanda gullari, mana bu yerda miyata. Bu juda yaxshi, ayniqsa choy bilan qo'shib aralashtirib ichilsa, limonnikam deb ataladi bu gullar. Xuddi limon mazasiga o'xshatib chiroyli mazza beradi va yana nima deydi? Davleniyani yoki boshqa narsani holatlarni yaxshilashga juda, asab tizimiga ayniqsa yaxshi yordam beradi. Faqatgina bu ko'rinish emas, yana boshqa ta'sirlarga ega. Lekin asosiysi bu gullar hammasi o'zimiz o'z qo'llarimiz bilan yaratdik. Mana shu gullarni biz bu yoqda mana bu yerga davomli bo'lib mana shudan oxirigacha xuddi mana shunaqa chiroyli qilib bezab ekiladi. Sho't ko'm-ko'm bo'lib, mana hozir bahor boshlandi. Kech kuzgacha gullab, chiroyli bo'lib, ayniqsa atirgullar, patolog, yana boshqa gullar ko'm-ko'm bezatilgan holatda turadi. Sanatoriyamizda kundan kunga yengillanyapti. O'zgarishlar juda ko'p. Bu ayniqsa mana hozir yashil makon dasturi bo'yicha yana ish olib borilaveradi. Shu yoz kelguncha hali ko'p yana yangi daraxtlar, yangi gullar ekib boramiz.